Assalomu alaykum. Bu albatta yoshlar teleradio kanali va Kinomaniya dasturi, ya'ni kino dunyosi hamda dunyo kinosi. Bilasiz, bu dunyoning sizga tanish va albatta notanish qirralari bilan tanishtirish, uni yoritish biz uchun ham sevimli, ham yoqimli. Bugun ham ana shu sevimli ishimizni boshlar ekanmiz. Bu dunyodagi eng so'nggi yangiliklarni sizlarga taqdim etamiz. Demak, Kinomaniyada xush ko'rdik. Kinomaniyada bugun baxtli odamlar, milliy kinopremyera, samoviy mehmon, yangi milliy multfilm, Uch savdoyi, Amirxon ishtirokida kinokomediya, Qora ko'z, Muhabbat yoki albatta ko'ring. Donna, zararli yog'larsiz. Donna, ijod lazzati. Har kunlik munajimlar bashoratingizni tinglang. Qo'ng'iroq qiling 0932. Qo'ng'iroq qiling 0932. Bizning dengiz bo'lakchamiz qani? Yodomarinni har kuni iste'mol qilish organizmdagi yod zaxirasini boyitishga yordam beradi. Farzandingiz va o'zingiz doimo sog'lom va xush. Assalomu alaykum. Bu albatta yoshlar teleradio kanali va Kinomaniya dasturi, ya'ni kino dunyosi hamda dunyo kinosi. Bilasiz, bu dunyoning sizga tanish va albatta notanish qirralari bilan tanishtirish, uni yoritish biz uchun ham sevimli, ham yoqimli. Bugun ham ana shu sevimli ishimizni boshlar ekanmiz. Bu dunyodagi eng so'nggi yangiliklarni sizlarga taqdim etamiz. Demak, Kinomaniyada xush ko'rdik. Yutalmang. Grip, shamoldash va quruq yo'taldan Grip Hot. Yoshlarda yangi loyiha Yo'l yo'lakay dasturi sizni qiziqtirayotgan mavzuda maslahat va tavsiyalar berishda davom etadi. Tinib tinchimas chaqqon muxbirlar esa eng sara, qaynoqqina mavzularda rang-barang lavhalar tayyorlashdan charchamaydi. Darvoqe, endi siz ko'rsatuvning foydali manzillar sahifasida shartnoma asosida tijorat lavhalariga buyurtma berishingiz mumkin. Shartnoma tuzish yuzasidan batafsil ma'lumot olish uchun 214 1978 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Kinomaniyada bugun O'gay ona, oilaviy film. Assalomu alaykum. Kutilgan va kutilmagan, hayotiy va g'ayritabiiy, sehrli va oddiy. Bu ta'riflar nimaga tegishli ekanini ta'kidlash shart emas. Zero bu kino olami va Kinomaniya dasturi. Bugun albatta ko'ring. Kinomaniyada bugun
O'zbekistonda Hind kinosi kunlari. Dada, premyera. Burilish, u qayerda sodir bo'ladi? Qora ko'z, qalbingga quloq tut. Albatta ko'ring. O'zbek kino milliy agentligi ilk film kinostudiyasi taqdim etadi. Sevgi Nadir, Kelgindi qaynona, O'zimdan o'zimgacha filmlarining rejissyori Abduvohid G'aniyev o'zining yangi kartinasini muxlislar e'tiboriga havola qilmoqda. Mavzu jihatdan yangilik deyishga loyiq bo'lgan ushbu film Dada deb nomlanadi. Nima deb o'ylaysiz? Mazkur film ham odatiy kartinalar singari faqat muhabbat haqidami? Bizningcha yo'q. Har holda uning nomi shunga ishora qilmoqda va boshqacha mazmunni ta'kidlamoqda. Dada filmining premyerasi 22 oktyabr kuni Alisher Navoiy nomli kino saroyida bo'lib o'tdi. Yangi film o'z g'oya va mazmuniga ko'ra 2010-yil Barkamol avlod yiliga bag'ishlab suratga olindi. Asosan yoshlardan iborat ijodiy guruh Dada filmida zamondoshlarimizning ibratli qiyofasini aks ettirishga harakat qildi. Avvalo insoniylik va mehr-oqibat. Ushbu so'zlar filmdagi asosiy qahramon ruhiyatidan kelib chiqib aytiladi. Akrom Mahkamov hamda shoira G'iyosovalar ssenariysida bir chaqaloq voqeasi orqali bugungi davrimizning muhim ma'naviy masalalari aks ettiriladi. Film rejissyori Abduvohid G'aniyev esa ana shu dolzarb mavzularni hayotiy va qiziqarli qahramonlar ishtirokida taqdim qilishga urindi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'rtoq podpolkovnik. Oddiy askar jahon chempioni Usmonov Zafar buyrug'ingizga binoan ertalabki nonushtaga yetib keldi. Ko'rinishi shak emas. Jahon chempioni Usmonov. Faqat oliftagarchining chegarasi bo'lsin.